Yaqin vaqtda Rossiyada maktabga farzandlarini bermagan mehnat muhojirlarni pidvoreniya qilishlari mumkin. Boshqirdistonda O'zbekiston fuqarosi mahalliy aholini go'suslugalari orqali 10 tacha mehnat muhojirini registratsiyaga qo'ydi. Rossiyaning Dumasida mehnat muhojir taksistlar o'rniga bespilotli taksilarni yo'lga qo'yishni taklif etishdi. Rossiyaning ish beruvchilari yaqin vaqtda oyliklarini oshishiga tayyorlanishmoqda. Moskovskiy oblastida yaqin vaqtda umuman rus tilini bilmaydigan mehnat muhojirlarga ish joylari taklif qilinadi. Rasmiy ma'lumot. Rossiyaga kirish uchun QR kodlarni qiladigan rasmiy RUID ilova taqdim etildi. Peterda mehnat muhojirlarning shaxsiy ma'lumotlarini firibgarlarga sotgan ikkita politsiya xodimi qo'lga olinishdi. Shvetsiya O'zbekiston fuqarolarini ishga taklif qilmoqda. Rasmiy ma'lumot. Krasnoyarskda 12 mingta fiktivniy registratsiyalar sotgan MFC xodimi qo'lga olindi. 1-iyuldan boshlab Rossiyada mehnat muhojirlarga tegishli bo'lgan sim kartalar o'chirilishi mumkin. Понял? Я вернулся, понял, мне этот тротуар, мне похуй, я по дороге хожу. Стоять, нахуй, это Virginia здесь не канает, блядь. Birinchi yangilik, bu Rossiyaga kirish uchun shu QR kod qiladigan RUID ilovasiga tegishli. Nihoyat bu ilova yuklandi. Endi Rossiyaga kelayotgan chet el fuqarolar bu ilovani yuklab olishlari kerak va ilova orqali Rossiyaga kelishdan oldin bu QR kodni rasmiylashtirish kerak. Va mana 1-iyulgacha 2 kun qolyapti va yana bitta rasmiy ma'lumot chiqdi. Bu rasmiy ma'lumot bo'yicha shu 1-iyuldan Rossiyaga kelayotganlarga QR kodni taqdim etish majburiy bo'lmaydi. Eslatib o'taman, boshida bu QR kodlar hamma uchun majbur bo'lishligi haqida rasmiy ma'lumot bo'lgan. Va mana endi Xudoga shukr, Rossiya hukumatida tushunib turishibdi. Agar 1-iyuldan bu QR kodlarni majburiy qilsa, 50% dan ko'p chet el fuqarolar Rossiyaga kirish olmaydi. Chunki bunday o'zgarishlarga vaqt kerak. Endi bu tizim majburiy emas ekan deb, men ham QR kodlar qilmayman deganlar ham noto'g'ri fikrlaydi. Chunki birinchidan erta-indin baribir buni majburiy qilib qo'yishadi. Shuning uchun qanchalik tezroq siz bu ilovani yuklab olib ishlatsangiz, shunchalik yaxshi. Va ikkinchidan, granitsadan o'tayotganingizda pogranichniklar baribir sizdan QR kodni so'rashadi. Va agarda sizda QR kodingiz bor bo'lsa, sizga Rossiyaga kirishga отказ olish ehtimoli ancha pasayadi. Shuning uchun men tavsiya qilaman, telefonlaringizga bu Gosusluga RUID ilovasini yuklab qo'yinglar. Silkani mening Telegram kanalimda qoldiraman. Telegram kanalga g'osh ko'rgan silka chiqadi. O'tinglar, kanalga podpiska bosinglar va RUID ilovasini ham yuklab olinglar. Ha, yaqin vaqtida bu RUID ga tegishli alohida video kanalimizda chiqaramiz. Rossiyadagi odamni